Umumiy yashash maydon 105 metr kvadratdan tashkil topgan, yevro ta'mirlangan, to'liq jihozlangan 3 xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz Buxoro shahar, yangi hokimiyat qarama-qarshisi Severni 4 qavatli g'ishtli domning 3-qavatda joylashgan. Ayni paytda mehmonxona qismida turibmiz. Barcha qulayliklarga ega. Umumiy maydon 105 metr kvadrat. Asosiy kiraverish qismidan kattagina koridor, proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari, kuxnya, bolalar yotoqxonasi hamda kattalar yotoqxonasi. Kirishni kattalar yotoqxonasidan boshlaymiz. Devorlarimiz mo'ysha aboylarda ishlov berilgan, oyoqdagi to'liq laminatsiya holatida. Asosiysi hujjatlarimiz ikkilamchi kreditga ham to'g'ri keladi. Bolalar yotoqxonasi ideal holatda, maktab, bog'cha hamma narsa dostupniy joyga joylashgan. Topovoy lokatsiya desak ham bo'ladi. Kuxnya, gazovoy plita, вытяжка двухконтурный котелlarimiz mavjud. Alohida bo'lgan yuvinish xonalari to'liq kafil qilingan. Hojatxona. Batafsil ma'lumot kimga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.